Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Farg'ona bozoridamiz. Eng qizig'i Damazlar arzon narxlarda qo'yamiz. Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha. Hozir biz Damaz bozoriga yetib kelamiz. Damazlar ko'ryapsizlar, haqiqatan battan navorotligi bor, shunday masalalari bor. Xudo xohlasa video tomosha qilib tursangiz, qo'ldan kelgancha biz arzon narxlarda qo'yib boramiz. Xayrli do'stlar, hozirlarga mana shu mashinamizni Toshtoqdan innaqalarini olamiz. Tog'a, assalomu alaykum. Sog'ingiz yaxshimi? Toshtoq mashinamiz nechinchi yil mashinamiz? 24. 2024. Kraskasi? Toza. Kraskasi toza. Balonlar ham yaxshi holatda ekan, ha? Mashinamiz yangi 4 ta balon qo'yib bergan ekanlar. Salonlarga keladiganmiz, o ana masla, Damaz bitta ashkalarga bitta ahamiyat beribmen. Mashinalar sidinlar qanaqa Nexia sidinamida, shunaqa deyiladi Toshtoq. Nexia sidinlar qilingan, maytullarga bitta ahamiyat beribmen. Ya, pullari ham anaqasidan ekan-da. Anaqalari ham, aynalari ham chiqib tushadiganlardan. Haqiqatan mashinaning ichlari haqiqatan zo'r. Eng qizig'i orqalarini ham ko'rib qo'yinglar, buni qarang. Yevakullar solib qo'yibdilar, orqasida anaqa kalonkalarigacha bor ekan. Mashinaning holati yaxshi, stoykalarini ham qoraytirib qo'yibdilar. Mashina 2024 deyaptilar. Hozir narxlari qancha yurgan? 8 ming yurgan, ha? Mashinamiz 8 ming yurgan deyaptilar, 2024 deyapti. Holatini ko'ryapsizlar. Holat yaxshi holatda ekan mashinamiz. Eng qizig'i Damazdan narxlari tushib ketdi deyapti ko'pchilik. Haqiqatan qani hozir bilamiz narxlarni. Nech pul bu oshtoq narxi? 78 dan tushib berasiz. Jichapda tushib berasiz, xudo xolasa. Bo'ldi. Yana boshqa mashinalaringiz ham bormi? Bu mana 2024 deyapsiz. 400 kilometr yuring. 2024 deyaptilar. 7,5 dan tushib beramiz, yurmagan deyapti. 400 kilometr yurgan xolos deyapti. Bu Damaz bilasiz, o'zi Mazda Damazmi mana. 400 kilometr holati yaxshi mana. Yangi salondan chiqqan, hidlari ham ketmagan. Olasiz, tonirovkani tortasiz, uni ustiga banan qo'yasiz, orqasiga metanni qo'yib soqqani qilaverasiz degan joylar. Yana bormi boshqa oshtoq? Bumi? Bu ham yurmagan. Bu nechi bu? 2020? 2024 deyapti. 3000 yurgan deyapsiz. 3000 yurgan deyaptilar, qaymoq rangida. Chexol poli metallargacha bor ekan, mashinamiz qulib ekan, mana. Mashinani chexol poligi bor ekan. Bitta balon o'zini zavodskiy balonlar ekan. 2024 deyaptilar, uni ham chexol polilari bor deyaptilar. Holatini ko'ryapsizlar. Oshto'g'a, bunimizning narxi nech pul qaymoqdi? Ha? Bu ham 7,5 dan tushib berasiz. Bu ham 7,5. Do'stlar qarang, bu yurmaganda ham 7,5 dan tushib beramiz deyaptilar. Bunisi 3000 yurgan deyapti, chexol polilari bor, metallarigacha bor deyaptilar. Buni ham 7,5 dan tushib beramiz deyaptilar. Telefon nomeringiz nechi Oshtoq? 77lik 276 7300. Do'stlar, Damazdan narx haqiqatan arzon bo'lsa, kommentariyaga fikrlarni qoldirib ketinglar. Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha obzorlarni qilamiz. Hozir men yoqqa bitta aynalib boramiz. Yana bitta Damaz topdim. To'g'ri nechinchi yil dedingiz bu mashinamiz? 16 ga 17. 8 ming yurgan. 8 ming yurgan. 16 ga 17 Damaz 8 ming yurgan deyaptilar. O'zini hali salondan chiqqan zavodskiy baloni chekinglar. O'zini zavodskiy baloni salonlariga keladiganmiz. Mana 8 ming yurgan ekan. Bunaqasi kamdan kam tushadi. Metani bor ekan, mashinani motorlarini ham ko'rib qo'ying. Haqiqatan buni ishqibozlari boshqacha bo'ladi. Damaz choklarini qarang, zanglagan, chirigan joylari yo'q. Bu degani 17 bo'lsa 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bu degani 8 yil bo'ldi deyapti. 8 yildan beri mashinani holatini ko'rib ko'ring, o'zingiz lo'llab turib. Bunaqasi bo'lmagan. Pollar solib qo'ygan, chexoli bor deyapti. Choklarga bitta ahamiyat berib, Damazning maslasi shu bo'ladi. Agar bilgan bo'lsalar, o'tgan safar bitta 2013-yil Damaz qo'ydim Instagramga, ko'rgan bo'lsalar, 6000 dollarga qo'ydim. Mashina 6,5 ga sotilib ketdi. 6000 ga oydan mana 6,5 ga sotdilar. Oshtoq narxi nech pul? 6800 dollar kami bor. Jindek kami bor. Telefon nomeringiz nechi Oshtoq? 90lik 847 16 73. 847 16 73. Mashinani xudo xolasa moz korobkalarda Hamma yo'g'i zo'r. Zo'r. Faqat ko'rsatib. Generallik beriladimi yo? Yo'q, o'tkazib oladi. O'zidan nomlarga o'tkazib oladi. Nomlarga o'tkazib oladi. Generallik berilmas ekan do'stlar, o'zidan nomlarga o'tkazib olar ekansizlar. Mana shu videolarimizni Damaz olaman degan do'stlarga tashab beringlar. Haqiqatan realniy narxlar arzon bo'lsa, kommentariyaga o'z fikringizni qoldirib ketinglar. Shu arzon kanalidan uzoqlashmang, obuna bo'lishdan esdan chiqmang. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sizlarga mashinalar qo'yib boramiz. Sog' bo'linglar.